Kunlarda birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Birodarlarimni ko'rishga mushtoq bo'ldim." Sahobalar aytishdi: "Axir biz sizni birodarlaringiz emasmizmi?" Payg'ambarimiz aytdilar: "Yo'q, sizlar mening ashoblarimsiz. Mening birodarlarim zamoni oxirida keladi. Ularning oralarida dinni mahkam tutgan kishi xuddi cho'g'ni ushlagan kishi kabi bo'lib qoladi. Uning ajri 70 kishining ajri kabidir." Sahobalar: "Ulardanmi, bizdanmi?" Ya'ni ulardan bittasini ajri bizni 70 tamiz ajrimizda bo'ladimi yoki bizni ajrimizda ulardan 70 tasi bilan teng bo'ladimi deganida payg'ambarimiz aytdilar: "Balki sizlardan 70 kishining ajri ularning bittasini ajri kabi bo'ladi." Bu qaysi zamon? Nima uchun deb sahobalar so'rashganida, chunki sizlar xayriyat ustida yordamchini topyapsizlar, men yoningizda turibmansizlar.